Bugun Andijon viloyatida aholi ichimlik suv bilan ta'minlash ishlari qizg'in davom etmoqda. Bu boradagi jarayon bilan tanishish maqsadida Jalaquduq tumanida bo'ldik. So'nggi yillarda Andijon viloyatida, jumladan Jalaquduq tumanida aholini ichimlik suv bilan ta'minlash borasidagi ishlar keng qo'l ochgan. Jumladan ayni paytda tumanda 19,3 km ichimlik, 2 km oqova suv tarmog'ini tortish ishlari olib borilyapti. Loyiha foydalanishga topshirilgach, 30 ming nafarga yaqin aholining ichimlik suvga bo'lgan ehtiyoji to'liq qondiriladi. Andijon viloyati Jalaquduq tuman markazida joylashgan 5 ta mahallamizdagi ichimlik suv tarmoqlarimiz ma'nan eskirganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Andijonga bo'lgan tashrifida bu masala ko'tarilgan. Hurmatli prezidentimiz tomonidan mablag'lar ajratib berildi. Hozirgi kunda Andijon tezkor qurilish MChJ tomonidan tumandagi 5 ta mahalla Guliston, Bozorvoshi, So'vqishloq, Namuna hamda Yangichek mahallalarida yashovchi 20 mingga yaqin fuqarolarning ichimlik suv ta'minotini yaxshilash maqsadida markazda joylashgan 3 ta suv olish inshootlarida ham rekonstruksiya ishlari olib borilyapti. Ushbu qurilish ishlarimiz yakunlangandan so'ng markazdagi 20 mingga yaqin aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilanadi, 24 soat suv berishga erishiladi. Bunyodkorlik ishlari jalaquduqliklar hayotini tubdan o'zgartirib yuborishi ko'zda tutilmoqda. Zero inson hayotida eng muhim vosita hisoblanmish ichimlik suvi kundalik hayotimiz asosini tashkil etadi. Shu bois hudud amalga oshirilayotgan ishlar aholining ertangi kunga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlamoqda. Andijon viloyati Jalaquduq tumani markazida eski turbalarni yangilash ishlari olib borilmoqda. Aholini ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida yangi texnologiyadan foydalanib, asfaltlarimizni buzmagan holatda burg'ulash texnikasi bilan ish olib boryapmiz. Shu kunga qadar hozir 5 kilometr masofani qilib bo'ldik. Yaqin kunlarda qolgan tarmoqlarni ham yetkazib bo'lib, aholini ichimlik suv bilan ta'minlash harakatidamiz. Inson baxtli yashashi uchun eng avvalo uning uyida tinchi, halovati bo'lishi kerak. Qulay sharoitda yashash esa uning hayotini yanada farovonlashtiradi. Shu bois Jalaquduqda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlarini inson manfaatiga, uning qadr-qimmatiga bo'lgan e'tiborning yorqin ifodasi deyish mumkin.